Luka Modric va Andres Iniestani solishtirishda Luka Modric 38 yoshgacha Yevropada yuqori darajada futbol ko'rsatgan. Andres Iniesta esa allaqachon Xitoyga ketib o'zini darajasini ko'rsatgan degan ahmoqona gaplarni balki bas qilarsiz. Hozir men sizlarga Andres Iniestani haqiqiy darajasini ko'rsatib beradigan argumentlarni keltiraman. Siz esa shunaqangi ajoyib videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'lasiz. Tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Ko'pchilik Modricni Iniestadan yaxshiroq deb biladi, chunki u 38 yoshda Real Madridning asosiy futbolchisi bo'lib, jamoani olib bordi va yana bir Chempionlar Ligasini titulini qo'lga kiritgan. Shu paytda Iniesta 38 yoshda Yaponiyada faoliyatini yakunlayotgandi deydi. Lekin gap bunda emas. 18 yoshda Andres Iniesta allaqachon Barselonada debyut qilgan. Shu vaqtda Modric esa Dinamo Zagrebning Notex maydonlarida o'ynayotgan edi. 23 yoshda Iniesta o'zining ilk Chempionlar Ligasi kubogini ko'tardi. Modric esa endigina Xorvatiya ligasidan chiqib kelayotgandi. 26 yoshda Iniesta Jahon chempionati finalida g'alaba golini urdi. O'sha paytga kelib uning hisobida 4 ta La Liga, 2 marta Chempionlar Ligasi va Yevropa chempionligi bor edi. Shu vaqtda Modricning Yevropa miqyosida hali birorta sovrini ham yo'q edi. 27 yoshda Modric nihoyat Realga o'tdi, ammo dastlab uni klub tarixidagi eng yomon transfer deb atashgan. Shu orada Iniesta yana bir Yevro kubogini o'pdi va keyin yana bir Chempionlar Ligasini g'alabasini nishonladi. Modric esa yuksalishni biroz kechroq boshladi. Biz Modricni yaqin-yaqingacha Madrid orkestri dirijor sifatida taniganmiz. Bu Xorvatiyani jahon chempionati finaligacha olib chiqdi va oltin to'pni qo'lga kiritib, Ronaldo va Messining hegemonligiga yakun yasadi. Iniesta 2005-2017 yillarda cho'qqida bo'lgan, Modric esa 2011-2024 yillarda, ikkalasi ham taxminan 12 yil cho'qqida turishgan.